yerge Bişimga amet konmadı Toyunun gipi barsam nege Öylenmesem bulmadı Toyunun gipi barsam nege Öylenmesem bulmadı Öylemi men kaşı karağa Öylemi men közü karağa Yaraşmadı boytaklık Mendek oğul balağa Öylemi men kaşı karağa Öylemi men közü karağa Yaraşmadı boytaklık Mendek oğul balağa Mendek oğul balağa Oi, kontrak aka. Oi, Wah, isalah kota degene. Oi. Yetib kiyimlarni kiyib pechat o'tibsizlar ғой. Biray menga o'xshasizlar. Bu kurash kilmandiq aka. Kim bilan saqa? Kim bilan bo'ladi aka, qizlar bilan. Voy voy. Muborak bo'lsin saqa, muborak bo'lsin. Ayo, qara. Rajab xush qilyaptimi meni? Yanimda suv pichakdan narsa bormi? Ben sen yaktımayım aka. Yaktımaysan sen. Ben berma saqa. Ben aldım. Sınır başını men bormi ha? Mana. Rahmet aka. Razmaydim. Boş chapan. Senin çapına aka. Eşinden ketdi. Senikida turibdi. Bo'pti, beringlar, chaqarib. Berkinde cuma. Kaçın cuma sakan Bo'ldi aka, bo'ldi. Rahmat sana. Bo'ldi. Birim. Voy. Ne ko'rishing bo'lgan sakan. Voy. Şebetli görüşüp kilimiz var. Hatırcı. Baqil aka. Baqil aka. Keldi. Bu ikisi ne yaptı? Bu ikisi qizlar ko'rishni unutdi. Vay. Bizning gapirimiz bularga ishtil ta'sir qildi-da. Si. Ey, bularga bir pul biznimi? Men quruq qo'ysalamdim, qilib birdan berdim. Oğulbadak iş bitsa diyorum bana, oğulbadak. Ey, muş xotindan qo'rqmagan o'g'il bola-chu, haqiqiy o'g'il bola hisoblanadi. Shilovat siz. Hey, bolam ey. Mushu ishga aloqapman degan gaplar rostmidi u? Voha, doda. Yoslib menibdi. Rostmi? He, mana inovaga bir sodda hech shuni uqmaydigan bir bola degina. Aşağı bir tadbirda gapni qilib mush ishni buzib qo'yami? Sen bir kendi berpaqsan o'pgan bola. Nima ko'ram? Voy. Yo'q, gapda qilmanadan men kendi berib qarab turaman endi. Va, bo'ldilar. Hey bolam. Bu ishga aloqapni mush ishiga toza ishonch qilolmadim men. Sen berib ko'rib boqqan bo'lsang, bu qandoqroq bir qiz topdi degina. Dada. Qandoq gap bu endi? Qizni men deb bersam, pulni men bersam, xotini u olamdi, men olamdim zodi. Voy, bu nima degina bolam menda, sening bog'ing yaxshi bo'ladi demasmi? Hey, bo'lmasa men berib boqaymi ya? Astagfirullah. Sen bormaysan, men bormayman. To'xtab turma. Qanday qilaylik? Mahmuddan gapga, bushda qilamiz. Ya balam limonchilar tamtirab o'tirib ketdim, undaq pay keldi. Ha? To'xta. Manda qildim gapimni anlatdi. Men sana tushuntirib ya. Biz oqshom kelishganimiz bo'yicha va u qizilmish qulog'idagi gulni belga qildigan bo'lgan bildingmi? Mush gulni. Hep böyle qulog'idan tushirmay o'tirsak to'g'ri. Ha, undan qilib ketmay tabiiy balam. Hep böyle Mushta o'tirsajmi? Ha. Adaş, sen gizlishatma birinchi qitim ko'rishgach kim kelgan? Alans degansa balam. Shu erkinroq bo'ldi, balam. Ömürlük ishingmi, amma Ma'qul. Revri to'xtab tur Adaş. Sen bek shiraqlab ketmaymi, shu yiqrab o'tirasan Adaş.
Agar ish aplashmay qolsa, men peshimni chiqitib silaymaydigina. Shu zaman men telefon qil, ikkimiz tikiyimiz, ha? Xotirjam bular Juma. Ha, barkita qarayman Juma. Ha, oldirab ketmang. Maqladi. Xotirjam bo'l. Re? Men o'tasan buni. Vo'nada o'tasan, o'tag'ina bular. Yaxshimisiz? Siz deyapmi? Mana shu, siz yonmamizmi? Ha, men shu bekatuvdiya taqilib qo'ydim. Ya, diskusya. Qanaqasi? Rahmat, avval qo'ydim. Azimaydi. Namaz yonmamiz desangiz, gapni boshqa bir maqsad keladi deb qo'rqib ketdimi? Siz bir chiroyli qizgansizmi? Voy, uncha olam emas, qo'ldek maqtabatman. Chiroyli ekansiz. Mo'yim shu vaqtni chaqirib, tamoq qilgan do'q kaychida qustum ichib ketdi. Ha, bo'ldi, chata yo'q. Bulazir. Chashil. Qani kerak? Tamoq to'playdigan tamoq. Yana tamoqlar bek o'xshaydi. Ha, tadimday burdiya. Bo'ldi. Qordaq. To'qol kebab. Pizza. Termode. Yana lampon. Hozir jumishlar bo'psizmi? Kam tamoq tezroq chiqsin, Amrayda qazi chiqib. Bu tamoqni sel jiq burtib oldikmi? Ikkimiz yapolmadik-ki. Bu hozir dövlətimiz israfçılıqqa qarşı turibdi-da. Voy, ishib qolmaydi. Agarchi ishib qolsa, men xalta qachilab uyga bir kecha tiymamdi. Ras ismingiz nima? Mening ismim Sabit. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Maris. Nima? Maris? Sonla bakmamma. Ova, siz ismingizni mening birinchi qidim olishimjimi? Ismingiz bak g'alati ekanmi? Unday emas-ku. Ras opamiz bormi? Opam, mening opam chiqib ketgan. Voy, nimada yaxshi bu ishimizni to'y qilishibdi-ku. Birinchi shart. Ova, oshimamni qo'shib turgan gapmi? Dadans churas. Dadans bormi? Dadam bor, opam bor. Voy, siz boya opam yo'q deyapmamsiz? O'ylab baqsam, opam bor ekan. Çay chuqurqunbek ichib ketgansi. Undas olayverdimi? Bismillah, men o tatib ketmayman. Bu siz bilan ko'rishaman siri qarang. Hali yo'lda mashinada sildim. Ya ayirib bilan ushmaydi, ne chiqdim. Bir tehtet kerakdim bu siz bilan. Bunun siya qarang. Ben 51 ga o'tdim deb 57 ga o'tiribman. Qarasam boshqa bir yere ekib bordi. O nimishib ketib yo'lda chiqib kelib qarang. Bir qor mashin o'tirsam, shuning bilan u yerda u qor mashiniki choq itlib ketib, u yerdan yana men bir taksiga to'rab, orom keldim. Ha. Deyip bo'lmaydi. Hey, og'ash o'tirasizmi? Kelaveram. Bek amra. Hey, siz og'ash o'tirasiz. Bo'ldi. Ustunbek ishib ketgan deyapsan. Shundan ko'rishbek tasodif edi. Shunday oldu. Kelgan ko'rishdik. Hey, telefonga otamdi. Voy. Qayerda? Doktorxonada? Ha. Nima bo'ldi? Ma'qul. Hozir boramda? Ma'qul. Voy, nishib. Siz bir yaqin og'aydan doktorxonaga kirib qopti-da. Tik Oram bir ko'rishganda. Siz xotirjam gapiring. Qiladi. Qo'limda. Hey, bunchalar tamoqni qanday yeb bo'lma deyman. Yalma o'zag'an ekan, yevitsiz. Ya mulozim, men tamoq qachon chiqibdi? Ya men tikdan qanday deydi. Assalomu alaykum Batur. Nadasiz?
Ben Samaçay Xanısda bir tamaq yeyli, kilemsiz. Saxlay mənə. Əcəb yaxşı. Maqıl əmsəyli görüşülü. Cüzünü layık yanmamız gerekiyor. Uy, da bir yadırıyımız var. Çiğim batayım fıkam şunlaşıp gelgendim. Çiva. Sizlerce Vay ilk körüşten kızla körüşüp ağınemsi gibi sikit vermez. kandak yapka. Bak gipini kılma. 5 liralık kız gel. Dehşet ağa. Yefko. Öz çıraylık boğan bilen kılık çıraylık buluş gerek de. Vay kılıklı mı çıraylık boğaşka ağınemsi gibi sıkıçıp çıkıp vermez bunu. Ama hemmenin birini digil olmaydı. Hemmenin cüptü var mı esma? Sıras. Bu iş epleşmekte değerli. Kandakla Slavka. Anaklardık yanında kızla körüşkün mandık. Aldığımız gibi katta bir kız saklar durdu da. Hazırlama. Manga. Zlale. Oy benim fıkam da koşaldı bir gün. Mene. Oy mena. Mene de. Oy mena bunu. Çay geçip kalma yana. Oyun bir kıratılığı. Estağfurullah.
Qandiroq dada, yaxshi turibsanmi? Qandiroq qilsang dada, yaxshimi? Yaxshi. O'zinglarning ishi-ku. Ey, yana pul tasdiqlatqani kirmagansizlar? Ya dada, qo'yg'ina dada. 4-5 qizil ko'rish bo'ldim degina. Zot ish aplashmadi shundami dash? Ömürlük işim var dada. Çaldırıp kara çıkacağım bu muğdakçıma. Can, bo'lmasa keyin baqo cho'ng pishaman chiqdik a. Hey yaramaslar. Ve shunchalar pulni buzib tep kelgan gapim mushimamdi. Bo'ldi. Sizlarni-chu o'zim loyiq deb o'ylayman. Adash, men qaytaymikin deyman. Voy nimishqa? Ya mendan ranjib qoldingmi ya? Yo'q. Ha, bo'pti. Men endi sendan qiz talashmayman. Kim bilan ko'rishgan bo'lsa, qaramashgan bo'lsa ko'rishaveradish. Yo'q, adash. Unda emas. Men uydagilardan siyg'inib ketdim. Mana o'sha bir oy turish jarayonida nurg'un ishlarni tushundim. Men aktigini sahar turib kunning siyig'ini ko'ra oladigan bo'ldim. Mana menga kelib sahar cho'lab qoldim, adash. Ang muhimi nima desang baqadash qaramış, uyangdagilarni ijil inna qilma kayfiyatini ko'rib, uydagilarni texim siyg'inib ketdim degina. Davat siyadaşı. Bu o'tkilar seni o'zining bositimi char ko'rib olsa, ya qara. Bu qadrdon bilan makliyasini mendan battar yaxshi ko'rdi-dash. Yog'am-ya. Ketma deysa, son nim bo'ldi degina-dash. Ha? Degina? Qara. Men bu uyda naytda shu erkin ozoda yayrab yurayman degina. Uydagilardan mening borlig'im yo'q. Ish qadrdon makliyamış qo'zlarimga texnichidimotimi degina. Lekin men bu uyga mehmon adash. Ko'nala deydigan, taqalmaydigan sorun yo'q deb. Shundan qaytib qolaymikin dedim bu. Sağdaş bir de nim bo'ldi zade. Bir atgan noshtamni boshqani yovonmagansa, sening holatingni mening birinchi qitim ko'rishimchi bor. Ya, sana bilan ta'sir qildimi? Ya, men diyamagan bir gap so'zlar bormi? Nim bo'ldi degina adash, ha? Nim bo'ldi. Jin gapni qilsam adash, mening bu holatimni men o'zimni ko'rib boqmaganligini. Bu yerga kelib men bak chiqishlar ta'sir qilib ketdi. Turib o'ylab qoldim, men dadamni pulni siyg'inib qoldim degina. Ham ularni bir ko'rish, ularni bir yo'qlig'ach, shu ayolim bilan yenishib olaymikin, da'vatim abram. Ayolim to'y qilib olgan biz to'ysan bu. Va kim bu balangizlar? Ya Riyim degan laqam bekor chaplashmagan. Qadi menga gap qilmay turib to'yni qilib baqsin, piyinni kesibman qo. Qata buni. Dadalar. Ben kıymetini kendi ilanına falan. Kene kızık ilanı. Reyim arkadaş. Kanat sapıya küçük gidiyor. Tamam ilanı. Yerlikte koydu mu avu? Nereden öz kolunu bakkan? Şuna okşaydı degine. İlanlar var. Köpçülük. Kim oldu bana? Meslek bir boyun bir işine. Demekçi bu adım. Reyim ağinem uyga qaytmoqchi bo'ldi. Nima deydi o'ymini? Voy balam bu qandoq de? Ben qaytay deb qo'yib qoldim qo'chonda da. Voy bu yoqdan keliblar, bu yoqdan ketadigan ish yo'qmi? Shu emas musaqam, ko'plik kasal qana qoldi. Shun buzilib qolmagandi ha. Deyim fuka. Ben etken tamakla ağzınızı tetmayıvatam diye. Yerden o tamakı yarmatam diye. Ya unda emas aka. Hada tamoqlaringizni ko'pdan ko'p rahmatchiman. Jim gap ko'nglimdagi gapni qilayman. Mush dadam opamni qishda o'tib ashtani xizmatini qilgach, men beshimni o'sha olaymikin dedim qo'chonda. Bu o'yingu xato emas bolam. Men sendan bek rozi bo'lib ketdim. Mana bu ikki navramni bu san'atda shunday yaxshi tarbiyalansa. Biraz. Voy bularni yomon yo'lga boshlamabsa, bulardagi yushrun talantini boyqabsa. Mana bu ishga ben xo'shib ketdim ey. Endi qaraman endi ketaman da'vatsa. Bu ishda seni to'sanmayman degina. Ammo yana qaytib kelishingni umid qilaman bolam. Cho'qib qaytib kelmaysan bola.
qachonda kelsang qarshi olmasaqam seni. Rahmat aka. Balan, senin ko'nglingni biroz ranjitdimi ya? Yo'q, appa. Hech kim ranjitmaydi, juma. Shunday men bu tuyuqsiz. Hech kim ranjitgani yo'q, appa. Aksicha men bu yerda sizlardan to'liq mehr-muhabbatni his qildim. Bu dada bola va yoki afka urutqanlar o'rtasidagi mehr-muhabbatli bo'lib qolmasdan, yana o'sha atrofga qulim qo'shnilardagi mehr-muhabbatni to'liq ko'rdim ham his qildim. O'ylab qoldim, men dadam opamlarning xizmatini yaxshi qilmabdiman. Shunga atrofimdagi qarindoshlarimni qadrlamabdiman. Shunga men ularni qo'shib berib, ularni jam bo'laymikin deb o'ylashib qoldim aka. Shunday deb keldi ama. Yaxshi o'yla. Yaraysiz aqam, rahmat aka. O'g'limni taklif qildim. Degan. O'ng qantimni araldigan bo'ldimda. Havas müzik atirtimiz bu. So'chilishadigan bo'ldi-da. Qaradash. Biz amaliyroq ish qilaylik. Sen bu naqshdan birini tut. Mana berib bir ishni peshini tutay. Qanday dedim aka? Yaraysiz aka. Qanday dedim chonda? Yaraysan o'g'lim, yaraysan. Voy baldirim, mush qilayotgan ishinglar qaysi maqal tamsilga tushdi bilamsizlar? Qonun tushdi chonda. Bu sarangning aqli tushdan keyin deganga naq tushdi. Bak kızlık gücü var. Çamdadaş, ada. Aka yemeğini mi? Alayla yeğeni vallahi. Siz tomoq deydi Yana balan. O'xshagan siymi kirib qoldi. Ordum qo'taza. Ana bular jala. O'xshab Bek turibdi. o'xshatishma qo'limizni bektanma. Nayatga tamoqsizlik tepedi qo'sqa. Bek o'xshabdi. Reyim qanqimi shunday yaraydi. Maqtab yeb ketdi u. Bana bekri. O'sha yaqindan beri hazımı shahar turib bitilgan bo'lib ketding ku. Rim ag'inam gulib qopti menga. O kechidan bir uyqum kelmay, tuyamadim shu. Uka, qo'rqib uyumayapsan ya. Voy qo'rqamsan, ildim kirsa olmasdi. Qo'rqib tuyamaydigan gap emas. Rim akalar ketib, ko'nglim yerib uyqum kelmadi-da. Bizmi ugunib qoptikanmiz. Mana ishtanning bir tarti kommi turdi. Reyimning gaplaridan qiziqdi. Tunda bizni kuldirib demasmi? Sevinib qoptimi Reyimni? Ustozimdan qadriga amdi yetibsizlar-da. Bu chaqda g'ayet kiyim kiyib olgansan. Atgan qo'pmuding. Bo'ldi, tamoq to'xtadi deganda gaplarni ko'zi kirib oldi. Endi mana qadriga o'tibdi-da. Sevinib. Valla bu gapni bana qilyapsan o deyman-a? Yo, sağ demedim dada. Sen de Bunday bo'lsa kimga dedi? Mush kunlarda men sizlarning ko'zinglarga kirayotgan chang to'zonga o'xshab qoldim-a? Men mucho balam ketaman. Shu chaqda-chu sizlarning ko'zinglarga kirib oladigan odami qolmaydi. Canım dada. Bu nimligini endi. Ben seni demedim. Men demsan kim deding? O'zim dedim. Ay balam qara. Men mucho shularni yaxshi bo'lsin deb shunday qilyapman. Voy ashlar yaxshi bo'lsa foydasi o'ziga ku. Dada sen bu ketma deysanki. Bu dunyoda cho'chib zerikib ketdingmi? Ya apam rahmatlikni sevib qoldingmi ya? Ey, bunda toqqa qilsasan. Endi bo'ldi. Dada qo'shilsa to'yib ketdi. Boshqarta bo'ldi.
Çıkıyası içiyorum, içiyorum. Qara balam ütüyün içib bo'lmading, nega borsan? Ya ben toyup kettim, apası içiyorum. Sallama. Yosh ketiman, qiyir o'liman deb og'izlarini bir ustmuslar. Mana bolning tenimiş qizmirlar. Oy anası, ben nemeni iş kızmaptım ha? Nemeni? Oy onun hayatını, diken anlaşmadan gapını sizime algan siz. Bola emasmi, hech nima bo'lmaydi. Shu dada. Kichik emasin bu. Ko'ngling yerim qilmag'ana bo'ldi. Ne qilsa o'zing azoblab. Og'zingdan soch chiqib qolmasa yana. Bak ağzımda saç çıkıp geldi. Mağdur saç çıkıp geldi. Dostlarımla arada takap girip gitmişsin. Voy, bu og'zing soat chiqqanda, unda osma ustal soatni birinchi qilib berar. Müşkemden ballar hayatıca bir ay kız gap kıkılım. Olmaydı kendi ha. Ballarım, çayın obdamda içinlar ha? Choy iching. Men qaraslar. Ma tushkicha mening boshqa ishim yo'qdi. Kim bo'lgan? Ma keldim patam ishkirdi, biskullarni akapti. Bu baraklab chiqaymiki deyman-ku. Oy yaxshi gap bo'ldi bu. Yaxshi gap yaras. Ha, bunda qilaylik. Bugun meniki damilishim bo'lgandan keyin patamni uyga chaqirib, biz o'xshitib, tamoq yeb ko'pchilik birga tabriklamamdi. Ha, bu bo'ladigan gapkan. Voy anasi. Buni xoncham qizining gapi bo'yicha, patam bilan da'vo qilmishlar chaqirib. Bizimcha tamoqni birga yeb, hech kimning parangni qilishmaydimi? Shuna qilaylik. Shuna qilishaydi. Çay içiyorlar. Daha kameradan başlasın. Oy. Peçet koy peçet. Sımbuksan canım ağrına. Kizan, vallık. Adam saat emas, kiyim saati degan shu jumla. Liqib padishtas bir kechada ovqatli shaxsiyat g'aylimdi degandek shubdi. Oltin deb bo'lmagan. Voy, xotin. Ishkirdin ag'a chiqdi. Oo. Fatamning bektetva cho'kanchimi. O'zingga Fatam chiqdi-da. Ha, oqshom qaytib keldi. Voy, lekin u mendan oldirash yozib, degan qo'pibdi. Voy, bizlar. Voy, men do'konga bormsam bo'lmaydi. Voy, men uskularni qurashtirmsam bo'lmaydi, kiyim tayyorlab ketdi. Ashqama chayni ichib kiyimimni yetgan. Apam bilan ko'rishib qo'yay deb chiqdim. Obdan o'tadish. Ba'zi Voy, shu aytgan shu xalchimdan, voy, keldim kelibdi, ko'rishsam bo'lmaydi deb dadam dab qo'yib ketgan adash. Qarab ketding og'ina? ne qilib? Ha, dadam dab qo'yib ketdi. Hozir opamiz bir yerlarga borsa, sizlardan ruxsat so'rab bordi ekanda adosh. U adosh, men sen ruxsat so'rab dedim, dab qo'yib ketdi dedim. Adosh, mening opam borku qara. Burun, menga kelishdan burun qara. Menga mendisi mangdigan, turmendisi turdigan, o'ttirmendisi o'ttirdigan ayol dedigina. Hamda sizlarning uyga yinib kelib, qapazdagi maymun bo'lib qoldi dedigina. Yo'q. Nimda yig'ansan da, yo'q gaplar qilib, qapasga maymun emas adosh, qapasga yo'lbosh degina. Qapasda demamsan. Xatoga qildi. Og'zim qapas emas, erkin qush, erkin ozoda degan gap hech qanday ish yo'q og'ina. Erkin qush deb qo'yaylik. Adosh, agar ashunda erkin qush bo'lsa, endi hech 10 qadam kammaydigan mening uyimga sizlarga deb qo'yib, sizlardan so'rab, ananki mening qishimga chiqamsa. Qiziq qilgansan ku. Qara adosh, bundoq gap tavur. Hozir ayollar bor-ku, erlar demak uya-buya ketavergan bilan burunq ayollar undoq emaskan. Burunq ayollar bor-ku, bu so'g'dan chiqish uchunmi er deb qo'ygan ekan. Mana mush isil axloq, mush an'anani, mush xalchiqni saqlab qolgan gap. Shu dadam deb qo'yman adosh. Mening opam mush an'anani mush qisda najab yo'q saqlabdi adosh ya. Men opam bilan bir ravs parangish baqa adosh. Agar opam meni xarlavatdi desa, jinim adosh, men opamni baqamay sina uyaga akab qo'ymadim, akitib o'zim baqaman juma. Bunda aytsam bo'lmaydi adosh. Bizning xalchiqindamni 2 qavat ko'p bilan ustida tug'izib, shunda avaylab asrab nima qilyapmiz? Ko'rma. Opam bilan parangish bo'lay. 2 qavat ko'pining ustidimi, o'tning ustidimi,
Anandan keyin sen bilan hisoblashman-ku, adash. Ha? Xo'sh, men mangdim. Xo'sh. Uzatma bo'ldi. Tamam. Kela. Kela apa çay içe? Balam. Bay. Fatem sağ salamet qaytib kelganda balam. O saq salamat qaytib keldi shu vaqt sal kashib ketdi o kelgish shu. Shunisini qishin kiramni do'qinaydi. Ötügen bizni bir kirib chiqsam bir salom qilamiz desak, meni xavring va aloqa ishkirdin mayoqqa yo'qsa hali qoldi, yo'qsa 3 kunlarni ötügen qurash turatmasa aloqa texnik, shu texnik dedilar. Ashta ketib keldigina, shu amaliyot aşağı ketib qoldi. Menmichu qara balam. G'uncham bilan maslahatlashib, sizlarni bir tabriklab, bir vaqt tomoqqa bir chaqiraymiki deb kirir edim qara. Tomoqni uyada yemasakmi? Bolam. Shunda yaxshi ishlar bo'lyapti, bir xo'p ko'rinasan-ku. Yo'q. Xo'pmi? Bir ish bo'lmaganda. Voy, degansa yaxshi hamda. Unda yaxshi. Opa. Raskim deydi. Sen ash uyda qandaroq turyapsan? Voy bolam, men shunda yaxshi o'tyapman-ku. Men seni qaytirib kelib. O'zim baqaymiki. Yaxshi ko'nglingga rahmat, jinim balam, rahmat. Balam, bir gap angladingmi yo? Sen biz bilan ko'rishmoqchi bo'lsang, mening uyim chiqmoqchi bo'lsang, sening o'zingning bolasi tursa, endi ashlardan ruxsat so'ra. Endi ashlarga deb qo'yib chiqamsa? Voy balam. Men qara, er kishini cho'ng bilish, uni hurmatlash ayol kishining majburiyati. Bir qadam atlasaqmi, bildirib qo'yish ayollarning fazilati. Senchi buningdan xotirjam bo'l. Men uni qilmasam bo'lmaydi. Solih g'unchamlarchi menga pek yaxshi qarayotdi. Saud dadammi shu? Bolam, men turmushimdanchi pek rozi edigina. Yani unchalik belki bu ishlarni shu sizlarning roziligingiz bilan bo'lgan ishlar. Saud odamga balkim bek zig'irlab ketmas. Endi andim boshqasi agar sen biraz hurt-purt deydiga, cho'qim birdan qilib o'taman men. Voy Davudum. Qarg'ina seni bir kostyumni kiyib shunda kuchli ko'p ketdingmi? Oy, nim deydigan sapam, voy kostyumni kiyildi. Kostyumni kiyibsam keti alayım men ularga. Baqolmayman, chiqmayman-da ularga. Endi ishda ashna bo'lib qoldi-da endi. Chiqib qanday gap bo'lsa cho'qim tajma apaman deb qo'yay. Mening ko'nglimni oyadim deb endi u. Menda nargiz ansirmayjimi balam? Men shunda yaxshi. Bunday ro'su mayli endi. Apa, biz ma gaplar tutdisin. Men sincho bizni avu qarg'animiz oqirman. Voy, yo'g'ida odamlar jiqozi. Kelinim, qo'y yomon kelishim men deb qo'yay. Men boshda taz ishini ketmayaptim. Bu yaxshi. Mana soatni akab tutar, ama soatni ko'rdingmi? Ejab chiroyli soat. Mana balam. Davranim yasavatdi, alomat yasavatdi deyman. Lekin qanday gap bo'lsa deysan, xotirjam. Mendinchi pek xotirjam. Mana bosib yurgin bor, choy ichab, quruq bo'lsin choy icham. Tomoqlarni ilonlar, qanaqaroq bo'ldiki, Davud? İlonlar. Yana balam yana. O'xshabdimi? Haras Fatem, ishkirni saqlamat javobsiz. Uyat ishlaringiz o'ngishli bo'lganda-a? Rahmat, saq-salomat kiyib oldim men. Uskunlarim aka bir qurashtirib bo'ldi. Mashinam ish chiqib ketdi hozir. Bak. Bunu aramızdan şunda dağlı karxancılar çıktı qo'yamına. Fatem kızım, ben sizin tebriklayman civa. Rahmat, Saud dada. Endi korxonchi deb ketgilimi bo'lmaydi.
Bu meningli tirishchanligim emas, mishat o'tdagan hammanglarning qo'llab-quvvatlashi bilan davlatimizning yaxshi siyosatlaridan, iqtisodiy jihatdan yordam qilishidan oram mushinchilik kunga olishib oldik. Voy, potem notiq o'qisa. Albatta tashlab ketdi, bu men vatilda degan ekan. Davud bolam, endi sen bu uyquni azroq uxlab, buni ayolingga jiqroq yordam qilgin-jimi? Shunday qilmasan Abdulla. Men shuni niyat keldim. Men uxlamayman bundan keyin. Yaxshi. Maqaram Davud, endi xusimiz satiladi-jimi? Davudga endi uxlab qolsang, ashratiga aynib ketsa. Ama keltirmasdan saqala. Endi maqara saqa. Necha vaqtdan beri uxlag'anim yetar menga. Sen bana adashım yetip uxlayğanda öğürtüp uxlayğan özgertib oldu. O'rtirib uxlashqim bo'lmaydi, yetib uxlashqim bo'lmaydi. Bek uyqungiz ketgansa, memib ishqavash uxlangchimi? Menga turmaydi. Yomon uxlaydim. Davudga, menga kettirib deyman, quduq chiqib kelsan. Voy bolam, qo'lingda guldek hunaring vatdi, bir oshpazlik qildigan. Uxlaverib shuni yevatdingmi? Voy. Deydiğanda vajjinim apa. Maqra apa. Bir nasihat vatdi, deyman. Ben bir o'ylab qoldim. Şu apam deganda, men shu oshpazlik kasbini asli keltirib qolaman. Men bizimki xotinimki do'kondan qishib yurdik-aylar. Shu yerda shu oshpazlik kunlarini ishga silib, men azroq tapaymiki qanday deysizlar? Pul yo'q. Voy puldan g'am qilmang, sizni pulingiz bormi? Men potamda pul jiq. Agar oshxona ochman desangiz bormi? Men potam yordam qildi. Qanday? Voy, bu topgan pulni raqolman deydigan bu. Qiziq gap bu sizga. Endi biror ish qilaman desangiz qarab turmasman men bu. Qaradash, sen rasl aşkı çıkışın olsa var, ben sana yardım kıldım. Mana aklar qiladi. Mana saqladim. Ha balalarım, bu kayfiyatda men baxo'sh oldum. Fatem kızımınki kiyim tikish korxonasi texmi gullansin. Mana shunday yaxshi afzal siyosatlardan foydalanib, igilik tiklab, turmushinglarni yaxshilab, Jungo arzusini amalga oshiringlar. Dadam nayt uğurluk yapıldı kırılmışlar. Hemimiz birlikte tirşaylı. Aşağı kılaydı. Tabir kılaydı. Tirşaylı. Ama kılmak yemin. Vay, mat. İstek adam da uxlatmayın, katı uxlatın degine yapka. Adam orasıdan uxlatmayın. Oğlum, çünkü ben kompüter oynamasam, dadam çarpırıp, muhafızın gibimde beni kovalaştırıverdi. Vay, liman yapmışsın. Şurada feyzi kayıplatsa sabahladın, nefesini. Kalkakla kayıç koymadı. Güzel tanımadın ha. Haydi atma. Çıkın vurulmakçı mı? Ha? Çıkın vurulmakçı mı? Bakın! Vallahi beni. Neden aymanı atkenде? Daha bir şey bilemiş olalım. Ha, bunu bakşam. Burada. Dikkat kıtma ha. Vay şeytan! Kırak!
Bakara. Bo'ldi. Xotirdan qa. Ha, bo'ldi. Ey Sabit. Vay cep çeşitli adam ne? Kırgın onu sezmetmeci bu da. Ey balam ey. Muşu telefonga muşunçilab başçılab kirip ketsem. Bunu dokununga oğul kirip bari yok hamı milyonla iç kesim. Tuymaydı kesen de he. Bak. Şimdi de gazada. O tulplanak iPad bu. Bu da. Bu atıyor şu tukan içip zerkenim de içim sıkılıp muşuna oynamsam ben kanda kılmaya vaktim kızım. Ey muşunun ornuga bir yaxşırak kitap okugan bolsaң bolmam te balam ey. Ey siz. Ya dada. O dada, aynı kadın mı? Bugün hava yaxşı ekan gene. Da fikrim ayıldım geldi. Bak muzaffer ekansiz kızık çay içersin. Rahmet balam rahmet. Oy bu Mehliya bilen Kadir'den kırılmaydı o. Fatih'in oğlu kırıptı ki küçük kompüter oynadım. Şey dada. O kışta oynayan oyun bulmak için oynayarken onlar. Oy bu tünügüm oynatattı. Bugün yana şu oynatam da. Oy bulağı bir salametçilik degan narsa kerak emasmi? Oy buni ko'z kerak emasmi bolalar? Mushu uydan ash kompyuterdan boshqa bolalar o'yinidek bir narsa chiqmay qoldi bende. Shu dada. Maka. Nega dada? Bu Maka. Bunu sandık mı ya çıkıp kaptı da ha? shunday mi? Bu sandık bir şey chiqib qopti. He dada. Öyleni yig'ishtirgandim. Şunu bek tutuşup ketgandi, şunu ochib ketibdimi? Hey Sabit! Hey dadam chaqirdi. Mana. Bunu sandıkla ağzına içsinler. Hocam acayip oldu. Dada bu burun oyuncular koymuşsun. Şundak balam şundak. Bana şu oyuncaklarını oynapsızlık kichik olduğunu tatmadı. Çoğu var. Şu. Bırak hemen. Mama canım bakı qara. Ma jirilda Bak kınama. Mama canlam bakı. Acırdak bir sene kara kınama ki. Ben ne kadar bir sene kara. Aa kanki qara. Kanki qara. Sen işte oyuna yıkılıp çıkarttın. Tasqa qatıyap kuzudur bakın. O qamchilarni topsaqapçı mı qara? Biz rahmetçi sana. Şunu analar rahmetlik. Balları oynasın dep özünün közünün qarchığını asırğandek asırapında çıkıp koygan. Bunu okumuş ballarına oynaydigan bolsa birisi hareket oludu degan ajrim var. İkincisi dersnin sırtqı vaqtlarini ahamiyatli o'tkazadi. To'g'ri. Oldinchi buni salomatchiligim shunday yaxshi degan bu. Ras dada ras. Sen nima qarab tursa chaqira balani. Chaqir. Men chaqiray. Chaqaqina. Dada.
Kaçı diyen bana var mı? Kaçı diyen bana var mı? Bundak eğer sonka var mı? Bu dedimge dava var mı? Eytan bizde günah var mı? Hem yerde masina, hem yerde öy bina. Keşte kıyni yıldızlar. Oynadığın tala var mı? Oynadığın tala var mı? Suda sözlük şula var mı? Kipinekler koğlaşkan. Gül içilgan dala var mı? Oynadığın tala var mı? Oynadığın tala var mı? Bat 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 bat. Geldi ayem, küldü alem. İşte kayda başlaylı, başlaylı. Bugün ayem küldü alem, bugün ayem küldü alem. Ey bulsa başlaylı, başlaylı. Bugün ayem küldü alem, bugün ayem küldü alem. Ey bulsa başlaylı, başlaylı. Balamı, yasik bağımdın mı? Bana sip oynayıp sen de. Nereden taptın bunu? Hadi batkay. Uydu zaten ver. Dadan mı? Tepakanın oyun tüpemeydi şu. Dadan lop sen de sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, Arpa. Peşin sakla mutlu durdun mu? Ne kapsa? Şu an sabilerin en çok uzakısı var mı da? Güzel işitemsen balık mı? Ya kaman yıkan da doğru kemede vey. Süpersin var. Ya öyle mi? Sabile bulmaktı bir mi? Ha buldu. Mana, mazlaksı ben bulmak yok. Ya bakalım. Yüzüp koymak ya. Döpte tuşkekti sakal Arpa. Şu aka karta ba. Bankaya bağdaki vakit yok değil mi aka? Şunu yüzüp koyun ha. Şunu yüzüp koyun şu. Şu sizlerni bankaya bardan vakti yok da biz erkek koyduk. Ne banka mı? Evet, küçük banka. Dükkan mı banka mı bu? Banka. Ha, nakden numara basar. Kart mende babam bilen nakden numara hotunda aka. Bicara qanday qilamiz? O'zining nomer bekitiliqi kart qilsa oldu. Bizga bak. Kızıl çaycı mı? Ballarım, mokbellerim, bugün bir gün kompüter oynuyorlar. Hem de bola, kirip uxlamamıyorlar. Onlar çok mektep oynuyorlar. Evet, mektep bağımda oxtab oynayordan gapmike. İşki göz sizlarga kerak da, ballarım. Qanday deysiz apa? Çıltıp turadiganmi?
Bagası kızıqçılıq sizin tatlıcım o. Mene kızım da. Boldu ballarım. Et oyun sağlamçı boludu. Kompüterini oğranmaydı. Düşüp muzdek sizi yüzdürülen jüp oxlanamıyorlar. Anı kızı kerike takmadım. Qadrdon, ha? Apanglarning gapini anglashinglar shartchi mi? Yot deydi yotsizlar, qop deydi qo'pisizlar bolam, ha? Dadam ya, hammamiz üzerine uçup olmasınlar. Bu nimagina Qadrdon? Men apamni qo'qindi? Ya sizlar chiroyinglarni qo'qadigan chiroy ko'ringanmanda. Bu da aslida qilgan bo'lsam, kompyuterni sindirib tartib etibajmi? Mana dadamlarni ochig'ini keltirib qo'ydinglar. Xo'p bo'ldimi? Ay bo'ldi, xafa bo'lmang. Bo'ptim, do'st 5 minut o'ynanglar. Jip yaxshi. Ballarning gapi quliqingizga shunday yiqdi-da. Xafa ketdi deb qilmadi-ku. Nima xafa bo'lmayman? Bir akishdi. Xotinni qo'rqsa, qanday o'qidi bujon? Voy Sali, mening qo'rqdi degan gapni qildi. Gapini anglaydiganning gapini qildi. Shu xotinning gapini anglaydi degan gap, qo'rqidi degan gap. Sizni chiqarma degan gap. Bak qarang Sali, xotinning gapini anglasa, tizlar degan gap bor. Tam bilalamchimi? Hatta bunda gap yo'q. Qanday gap bor? Bunda gap bor. Anlading, ha? Ar kullisa uy tuzilar. Xotin kullisa uy buzilar. Pek olmazcım olasın. Men deyman Sali, shu xalqlarning kelib xotinni qo'rqidi degan gapiga to'z qarshiyman men. To'g'ri. Bu qo'rqidi, qo'rqma degan qanday gap deyman-da? Shundaymi? Kimning gapi to'g'ri, shu gapni anglasa bo'ldimi? To'g'ri. Kimning yo'li qo'shni, yo'l qo'shib bo'ldimi? Endi aqlingizni tepatsizmi? Hatta devam etasiz? Aytishga bo'lmayman. Biroq aytlikka mehribon anna bilan birga doktorxonaga berib bir og'riqni yo'qlaymiz. Shega borma? Qanday? Bir ish bormi? Do'konda mol ozlab qolib ketdi, men bozorga kirib mol chiqay degandim. Bu do'kon kimga qarab turadi? Sobit qarasa? Sobit bo'lmasa, qanday deb nisbatan? Dadamga deyli, dadam qarab tursin. Qiziq gapirsa jilmaysiz. Dadam shaxmatlar o'qitib, do'kon vashan qo'ytaqcha. Kim qaranda olsa? Shunday. Qaraylik. Voy, to'g'ri? Voy. Yaraysan. Agar bana bozor do'kon yaxshi qilsanlar, sizlar ayrim mukofot bor. Chata. Testa. Acaba söyledi. Çoğundu Qadrdon aksi, asanası, çıkısiga gulda qaraydi. Voy. Xudo xayr ketma bugun. Siz kirib arabaga yurgan bo'ldi, men hozir kirmay. Xudo xo'sin, uxlaveray. Unda bo'lsa, shunday bo'lsin bolarim. Do'kon sizlarga qoldi. Yana o'ynaymiz deb taloq chiqib, do'kon o'chib qolsin Qadrdon. Voy xotirjam bo'laman dada. Aka, bol chiqmasin, mana sen pul chiqmasin. O'sha ufqon qara, hisob shunda usto'g'ashqa pul tutmay turadi. Albatta. Hisobdan chataq chiqqansiz-a, qizim? Voy, bu da shuni mansiramsan. Shunda dada. Yana bir masala qizim, mushriqqa nesiya olganlar kirdi. Ularlar daftar yozishga o'tib qolmoqchi. Ma'qulda. Ancha bir masala. Mush tatbiq turimni jiqlayversanlar, ishtiyonlar, tutiliblar, tamoq yeramasib qolsizlar. Voy, dada buzoq qara. Ona birda 2 yeymiz bo'ldi. Dada birda 2 yeymiz. Bo'pti. Unda bo'lsa Qadrdon, agar yaxshi so'z qilsanglar, kashtimaysizlar mukofotlayman. Rasma? Ras? Esa? Avaylab menga dada. Xudo xo'sh. Ketdik. Yaxshi. Yaxshi hisob qilaylikmi?
Dada, kitap okuyorsanız. Oy. Kilinglar. Oy, bu ishkinglar. To'zda yasanib safar nega bo'lib ketdimdi? Oy, dada, chiroyli bo'lib ketdilar. Alloh to'g'ri kelmaydi bolam. Rahmat dada. Mehribon onalar kollektivi bilan dada doktorxonaga berib bir og'riqni yo'qlamoqchi edik. Shunlashqa apamga ruxsatda. Oy, bolam, bundoq yaxshi ishga albatta ruxsat. Men uchun mush xotinning siziqdan chiqmaydigan bo'g'olaymikin desam, endi bu uyda bizimizdan shundoq bo'g'ini yeydi deb qoldik. Allah. Ali inakning balisi char quyruq deb, Salimchi sizdan qilishmaydi. Voy, charchaq qo'ydim, charchaq qo'ydim. Bizchu agar tushga ulgurib kelamay qolsa, qarang, qozon bishi qarab qo'yinglar, ha? Oy, mush Soli boyada bizga qozon bishi osham dedan, ha? Biroq dada, Solibago bozor molga ketgandi. Do'konga bolla qarayotdi. Shundoq. Axir menim Solida qilib qo'ydigan bo'ldingda qizim. Xotirjam bo'ling dada, hammaqni yetib, qo'lini dinlab tayyor qilib qo'ydik. Faqat siz bola ustasiz bo'ldi. Bolam, shundoqdimi qozon bishi qilib cho'mishni tutadigan gapda. Biroq etim cho'mishni qo'ysangiz bo'lmaydi. Qo'shinglar ichib keschu ichib yeringlar. Qarab beraman, ma'qul berib kelinglar. Oy, nima bo'lib ketdi bu? Mana shu Solidan bo'lgan biz yerim kilo qo'yay degan. Shuni bo'ldi-mi? Val ertiyen yeb ketdi. Yerim saprim bor. Ey, qara inkasrab turdigini. Naq aj soatkamning navrisisan. Dodonga ketdi. Dodon aytgan mol kishi ketdi. Bir narsalar siz qaratda. Men birnim olmayman qizim, dodon olganmiz birda menda paramlashib ishlar degan. Bo'pti. Dodonga kesdab qo'yasizlar. Dadamni ko'p so'tqitala mukofotlayman degan balon bir narsalar olmabsiz. Voy, bo'pti. Sodonni qo'llab qo'yayman. Ya bolam. Prenetdan bir ikki nag'ina. Unigandan tash parchasidan birni. Prenetdan bir. Ikki talbagina. Ha. Qirqasim bo'lgan bo'lsa, mana qizim. Keling. Qirqadan? Voy. Dastum pochoqqa. Mayli, keyin bilmay o'taman-da. Shunday qilaylik. Xo'p, dastumni qilsangiz bir necha. Voy, yomonligini qara. Aychi, dastum qancha sig'izni birni qasabning go'shasi. Ularga to'sh bo'lganini beg'irib ekandik. Nima qilib qoldirim, ha? Oilasiga. Qachonmi? Mana qilmanda. Vah. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bana do'kon bugun sirtlarga qopdi-da. Biz voy 100 qo'yni ochiq sot qilatdik. Shunaqa bir tabriklab yo'latamiz. Mana. Sizga insonlar bo'ladi ekan bolam. Her 100 qo'yliq sotanlarga 10-20 qo'yliqdan birini insonlar yana buni do'kon yemetmanglar. Senin bu asan chiqib tura. Voy bolam, men shu zerikib ketib chiqdim mashalga. Voy, voldos kirib televizor ko'ra bo'ldi. Ey, o'ni ma'lumot toza qiziq yo'q qolgan. Ha, abisiya kompyuterda o'yin o'ynab boqarsan. To'g'ri. Men o'yin o'ynay. Bu nimalardagi o'yinni emas. Men og'ilamnikiga berib, shaxmatimni o'ynay. Avoqlar. Batuklar yaxshi qaranglarmi mana? Az avaylab maqatma. Ma'qul. Voy. Kelinglar. Bir xush xabar bor. Ha? İmtihanı 100 numara sınav qilsam? Voy yo'q, internetda chiqmadi. Ha, bo'lsin xush. Voy, opa, bizoq bilan do'kon so'sini 600 so'mdan yuribdi. Juda yaxshi. Sinovga dadam bizga 10 qo'y puldilar. Mayli kishiliklar mukofot qaratadi. Yaraysizlar bolam, yaraysizlar. Balar, qo'llaringlarni yuvib kirib, tamoq yanglar balar. Balam, qo'soqlarga ichib ketdi. Bek aqlchimi o'shikisi.
Assalomualaykum aka. Bormi sen öyle saqqan bo'y? Voy bo. Boshdan yo'qolib ketgan bormi jinda? Voy, oilamni ketdim, shu xona qopdimi. Qo'ni undoq uzoq qo'nmas, saqqan uy yo'q odamdek. Bunda Bodir yenib keldi. Bu bir ish bo'ldimi? Boshqa cho'nish yo'q. Maqaramsa maqara. Nima bo'ldi? Ma fuqaroning do'konni qaritib qo'yib, bozor balog'im ketsa, bu yolg'on yusib tutsin. Allah. Shundoq achim kirdi-da. Aka, bu pulni bizning malikalar bermadi. Bu shu sirtdan kirgan bir xaridor berdimki, men sud qilib boqaymi aka? Bo'ldi. Surishdim-u, qilma. Eng yaxshisi ko'ydirib ketsa tugaydi bu ish. Tut aka. Ne qilsa buni? Bu ishitma. O, jinim saqqam. Bu yolg'a yusum ishlatsam, boshqalar bersam, ugal bo'ladi. Voy, boshqalar bermayman. Yanchiqimni sepib qo'ysam-da pulda jiman nima aka? Yag'am bo'lsin-mi? Ular kuyazam bo'lmaydi aka. Faqara, ma ishmishat qolsa uyga kirib gapirishmaydi saqqam-a? İnanma ağzını sertmiş kılıp çancıma aka. Demeymiş. O sırtını turpu buzdu kitidi. Kızık etmesin. Maqara dadam shunda ansirdi, birsi uyga 4 kun qonamdi ey. Boşu mimar qilgandiki qanday qilib 20 kilometr 100 kilometr qo'nayerim. Bizning o'zi yuzing bak nepizmi mimar turaversan sen, ha? Astagfirullah. Ma dadamning kirama ajrab o'tirdi. Yaxshi dada. Yaxshi. Buradagi ishlar saytda, ha? O do'kon qarab turgan bo'lsa, mush ishim bo'lmaydi mana. Va kichkina qo'shqa oldi ketganga. Xafa bo'lgan aka, ishlar saytda men bag'ayman. Bo'ldi. Ishqi aka, o'sha ishlarga men bo'ldim. Pul kerak bo'lsa ishni olsa saqam bo'lmasa, ha? Hay. Seni. Qarada. Bugun qadrdon bilan Baxtiyor do'kon qarab asqatdi degan gap. Dedim bo'lsa yer bilan. Dada? Üstüne çıkıp kompüter oynasak bulanda. Bo'ldi, qozdirib bo'ldi. Bugun bir asqatdanlarda. Bir saat o'ynanglarchi-ma. Yaxshi. To'xtanglar saqlarim. Sizlar deydigan gap bor. Ne chiqdi? Tagliya? Qadrdon, o'tiringlar. Oy tova. Bu 30 ni oshgan o'g'ilni ishlar bilan o'ynayotgandan deb. Voy dada, bu o'yinni va o'shda bo'ytaqlar o'ynaydigan o'yinki. Tova. Tazg'i taqoq tepilmagandek, bularga bir xotin tepilmay qoldi desa. Tova. Hamda inimiz Jurbajidak satumorkin xotin chiqa. Voy balam, to'yinki merdiki tursun bo'ytaqdak bir ömürlü şu boytak ötep biten dikinde ensireymen dikinde hamıladı. Ondan bu köpler o da. Çokum çıkıdı. Mahmediye, qadrdon nisbatlar taqa. Oyun artık bir iş battı. Masalan bir şey gap sormoqchi. Dinge battı, çıkıp pulga getirib sarladi yo'q. Ben de Mehmet gitme. Sizlarda pul sormayman, Nurab. Ben bugün dükkanda kiyim kirib mal setib olib shuni sormoqchi. Sabda şu to'lish qo'shinga kirdi. Yani koşunda mı da bir natunish xaridorlar kirdimi? Yeşil çapallık bir ikisi kaç kirdi? Yaxshimisiz saqam? Dükkanın çoğunluğu yok mu? Çoğunluğu yoktu mu? Biri keldi. Sekiz alay deganda. Qaysi olasiz? Men ondan olay. Qancha pul? Mercedes. Sizlar uni chiroyini to'g'rimidinglarmi? Bu bir ish bo'lganmi? Ha, bir ishim deb ekan. Boshqa ish yo'q. Bu o'ynayveringlar. Boshqa ish yo'q. Bah. Dada kelasın. Ondan paralasın turistlerdi ha. Mehriban anılar. Bugünkü işinlarning oxirisi qataq bo'lib ketdi. Voy dada, shu gapni deyishayli deb o'tlagan. Doktorxonaga berib, u og'riqni yo'qlab keldik. Mehriban analardan yig'ilgan 10 ming so'm pulni bergan to'xtada. Ota-onasiga
Xo'shal bo'lib, ko'zlarga yosh ketdi jimo. Biroq menchu pek ko'nglim yerim keldi. Bu nima degan o'zada endi? Shunday yaxshi ishni qilib turib, nima ko'nglingiz yerim bo'ldi? Buni ro'ziga o'tirib, yana anglashib turdi-da. Voy, sen burada jim o'tirib to'g'ri, buni o'zingdan bir anglab baqala, ha. Voy dadam menda beray. Shu doktorxonada 9 yosh kirgan bir qiz börek zaiflash kesili giribda bo'lib qopti. Shuni ko'rib ko'nglim shunchalik yerim bo'lib ketdi ya. Qizni shunchalik umoq, shunchalik chiroyli qizga. Voy, ikki ko'zi pildirlab qopti. Ko'z oldimdan faqat ketmayotdi demash. Ko'rdigan bo'lsanglar, ichinglar serilib turibdi. Tekchilarning ustiga ular dehonga shu uzun bo'pti da'vatotqili. Börekni almashtirimiz qat'iy bo'lmaydi ekan, shunlashqa bichar opsi böregimni men beray debdi qora. Ya'ni cho'q urumchiga operib, cho'q doktorxonaga ko'stiman da'vatdim. Biz uncha ishimiz yo'lda kelib paranglashdik. Bizni qarab turmay bir ozroq yordam qilaylikmi deymiz-ku. Bak. Qo'ldan o'ylashibsizlar. Albatta shunday qilish kerak-da, bolam. Shu. Bek to'g'ri o'ylabsizlar. Men maylikday tama ko'l bo'ladi degan gap emasmi? Unda xususiy jiddiy safarbarlikka kelaylik. Shunday deydi, ha? Men bunda o'ylab qoldim. Bu oilamga vakolatdan osh qizga 10 ming pul yan qildi. Yigit. Pek yaxshi o'ylabsan-chi, bolam. Solih yaxshi o'ylabsan. Bir uxlab qopla. Ertagacha gapingizni yig'olmassiz-a? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday? Yalik tuxum kelgan demak, ko'rib boqamsiz. Yalik tuxum? Ha, yalik tuxum. Tuxum mendan bafkam. Ha. Qanday ko'rib boqay? Mana. Tuxum yerlikka. Aytsaqdan? Bozorda aka 3 so'm chetyapti xotinimga aka. Ajab, men sevgan kashkil ketdi, so'qoqni ketmamsa setyapti. Bo'pti, so'rab qolaman. 1 so'm 80 tilla ag'in aka. 1 so'm 80 tilla uribdi. Bilingizga qilay. Birsini aytganda sanat tuxumi. Bunday qilsam Mabek sevib turdi aka. Ha, basan birsini aytganda ba bo'lmas bo'ldi ekan. Bo'lmaysa. Ay, bo'pti, ag'ina birsini aytdim. Beramsa? Kim? Nechta tuxum bor? 20 ta qolgan aka bizni. 20 ta tuxum. Ha. Birsini aytganda 34 so'm alikdan bo'ldi. Sen 35 so'm bersan bo'ladi. Ha. Ha. Şu bana ispiyar midyaz yok. Şu ubudur alaysam pul yetmey. Şu tuxum set bırak be. Apanın midyaz yok mu? Ha, apanın tozaygan şey ispiyar kadar. Sen bu pulga apanı doğrab vermişsin. Ha, apa ağırlık mı? Şu apanın midyaz yok. Bırak ki. Ha. Ayısını al beni. İyi olmaymaz aka. Öyle baksan yine bir parça pul bakar mısın? Ha, ne olmaz. Bir parça pul bakar mısın? Hadi benim çok güzel. Ha, 35 so'm bo'lgan tuxumi, ha? Stelka makrosini pulni. Oy, shu tan parcha. Qaytma. Ag'ini kiraqni ko'tarsa. Qandayna? Ha, bo'ldi. Rahmat Saddek yaxshi keldi aka. Tuxumlar olib kelib olinadimi? Ha, bo'ldi. Kam, xabaman tuxumni aytib qo'y, tuxumlarni ha? Ha, bo'ldi. Oy! Nima bo'ldi? Pulslab o'tir. Ben? Sen ufkudumda yo'lga yusib yomg'asa? Ya, aka, sen bergan pul shu. Bunda degina soqamadim chiroyini o'zgartibsanmi? Bu yarak tuxum keldimi? Aka, bu saraliq pul akiribdi-ku. Aza yolda bir sir aytdim, yarak tuxum keldi. Ha, bo'pti, azabsa bozor 2 so'm deydi. Yo'q, qiziq shulda qaradigan. Qanday qiziq shulda? Taalluq bo'lamiz tuxumni akirib yig'oldigan, yig'oldi bir sir aytdim. Azalla. Ha. Shuni o'ylab sen bergan maqulni olib qarab, ba'dimligini bo'ldi. Bu oxirgi gapni olmamsa, ha, berib qo'ygandiki shuni bola rahmat aka, opamni mijoz yo'qdi. Rahmat aka deb maqul qaytarib berdi. Shunalloh. Ichim og'rib ketib akalar bo'ldi deb maqulni yondirib, yenimdagi pulni berib oldim tuxumni. Yaxshi aytdim aka?
Oş balığımız pulun bergen bolsang, ugalınmaptı onu qarayım ben. İşim ağır gitip iyi oldum şu. Yaxshi qilsa yaxshi yigit meni o'g'il bola. Mal ishlaring adroq yaraydi menga. Jima bo'ldi pul ko'ydirib o'taydilar endi. Ya aka to'satla. Ko'dirasam ko'dirib pulun aka. Tuxmagan pulun berdi. Nima? Tuxmagan pulun berdi. Yaxshi. O'tiring bolam, o'tiring. Sizlar paranglashqach, o'tiringlar. Men bir choy akiray, ya. Voy, bu sizlar avval qilib. Yo'q, hech qisi yo'q. To'yga to'yqandiz yo'qlabmi kelamdim? Yaxshi turayotqansizlar? Voy, yaxshi, bak yaxshi. Bu kunlarga ko'z tegmasin degina. Biz qirlarning nima armoni bor deysa? O'sha keyingi 4 kunimizni xushal-xuram o'tkazsak degan gap bu. Yaxshi bo'pti soatga. Sizlar xotirjam bo'lsanglar, sizlardek fuqaroni xizmat qilish uchun kelgan bizga kadrlarni baxt xush bo'ldi ekanmiz. Shunda. Voy, sen kelgandan beri mahallimizda cho'q o'zgarishlar bo'ldi. Voy, boschi, senada kadrlar bundan ko'p tushsin, oy. Rahmat soatga. Bir zindiyaqsa atibaldek o'tishibdi. Muhammadjoq yordam qildingiz-da. Voy, men bilan xo'shlashqini kirmagansa? Olma bagap. Ma buya kelgili bir yildek bo'lib qolibdi. Mening qaytadigan vaqtim bo'lib qoldi-da. Soat bek ko'nib qolib ekanmiz, qara. Men sizlarga chidamayman-da. Bu gapni deyishmayli. Televiziya stansiyasilar o'zi mahalliy korxonachilar ziyorat qilmoqchi ekan-da. Onunla yaxshi nomzod deb berildi, meni sevib ketdi. Onun men bizim mahalldagi zamoniy parni qurgan Likukamni, ataqda sayt rayoni ochgan Baysankamni ko'rsatgandim. Onundan boshqa siznicha kimlarni ko'rsatsak bo'lar? Voy, yana bir ko'z oldimda turmadi, voy. Salikamnimi? Voy, Davudning xotinmi shundoq ko'z ko'rinyapti-ku. Ayollarning tepkisini unutib qolmanglarjimi? To'g'ri. Ulatimizni bektirishsanjimi? Shunda choy ichinglar. Voy, menmichu shuni demoqchi edim. Fatam yaxshi bo'lib qolmasdan, mushu mahalliki ayollarning ulg'isi deyishga bo'ladi. Voy, ziyorat qilsam, shuni ziyorat qilsa bo'ladi-da. Shunda, mush yo'g'on korxonalarni ichib oldinglar. Mana mush mahsulotlar shularningki. De. Mushlarni sizlardan bo'ladi. Ya? Yakın durun zehni. Başladık. Yaxshimisiz Fatimada? Ukam yaxshimisiz? Siz bu korxonani qurib, nurg'un ichki tutqalarni xizmatga o'rlashtirib, jamiyatning yigini yengildik. Siz bundan hammamiz intayin xushal bo'ldik. Unda siz bu korxonani o'zingizga tirishchilik orqali qurdingiz, shundaqmi? Shundaq desam bo'ladi. Men hamda o'zim boshlang'ich maktabni bitirib, tikuvchilik kasbini o'rganib olgan bir oila ayoli. Mush korxonani kengaytirish bo'lsa, mening bir shirin orzuyum deb faqatla. Bu orzuyum shu partiya hukumatining nurg'unlagan yaxshi siyosatlari asosida shundaqla shu xizmat gruppasidagi mudir Hamid ukamizga o'xshash nurg'unlagan yaxshi kadrlarningki bizni yaqindan qo'llab-quvvatlashi, yordam berishi asosida bu orzuyimni amalga oshirdim. Shu munosabat bilan ekran orqali hammanglarga rahmat aytaman, ko'p rahmat sizlarga. Rahmat. Qo'llag'inglarga.
Buningdagi shu yo'ldishim Davudga rahmat aytaman. Voy, Rahmat Davudga bir ziyorat qilib baqay. voy, nima? Voy, yaxshimisiz? Siz shu mahallam tikkichilik korxonasining direktori Fatima adamning yo'ldosh bo'lib ketdi. Yo'ldosh bo'lman. Endi shu bizning korxonaniki men bosh lideri. Bu direktor bo'ldi. Undaqda mush bo'lsa sizdan qanday yuraksiz bo'ldi? Anglab baqamiz. Bay yurak so'zim bor. Yurak so'zim bor. Bunday gapni biz qurdik. Korxona qurdik. Bir-birimizni qo'llab. Endi ketib boramiz. Ketib borgandan keyin to'xtab qolishni xohlamaymiz. Ham bizning shuni qilishimiz. To'xtatmaymiz-ku? Mamamiz. To'xtab qolsa chatoq chiqadi. Siz ayolingiz buningga qanday qo'llamoqchisiz? Voy, dahshat qo'llayman. Voy, qo'llagandimi alomat qo'llayman. Bizim bir qo'llab qo'llagan bo'lsa, men ikki qo'llam bilan qo'llayman-da, saqlayman. Endi arzum bor. Bo'ldi desam. Bunda bo'ldi. Bu arzum mandaqchi. Men bir qo'yiqqa qoldim. Men shu sho'purlik kinishkisini bir hal qilayman. O'qib. Sho'purlik kinishkisini ilib olsam, endi shu bizning Fatima, xotnim ayol. Men bir mashina bersa deyman. Aytsan-ku? Yaxshini apirma. Voy, qarang, yaxshini apirma. Qo'llaydi bu meni. Chiqib olamdan qapsa emasmi? Meni qo'llaydi bu. Endi men shuni xas sho'pur ular. Hamma shu korxonamizga akilib, ishdan tushirib, bunday akilib qilsam, bexatar bo'lib ketdi. Shundan xas sho'pur bo'lay deyman-ku men. Shu arzuyim bor, amalga bir oshirib olsam deyman. Bo'ldi, o arzuyingizni amalga oshirib qilar. Sizlarning korxonalaringiz buningdagi taraqqiyotiga zo'r umidlar tilayman. Rahmat sizga, rahmat. Mikta siz kelgan bir yildan buyon tirishchiligimiz ostida xeyli ko'p natija borlik deb tushunapman. Yo'q, men faqat bir kishi burchimni ado qildim. Bu yerlik partiya hukumatni, mishat rahbarlarning natijasi. Bu yerga har bir xalqi meni hayron qoldirdi. Bularning bir oylik ishlardek inoq ittifoqligi, uyushchanligi, tirishchanligi meni bakli ta'sirlantirdi. Mening bu yerga ketgan vaqtim mos qoldi. Rost aytsam faqat loyiqligim yo'qdi. Bo'ldi, sizning yana kelishingizni ham shundaqlab buningdagi xizmat natijalaringizga zo'r natijalar tilaymiz. Sizga. Ma pensi mavo. Ay chiqilmadi. Mavo ovozini bulbulda qo'ydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo Allah. Bizning malning arboblari. Ammo televizorda Allohma so'zlayotganlar juma. Ya. Qanaqa qilgan ishimizni so'rayapti. Shuni da qo'ydi. Ammo Davud adash, endi Allohmat so'zlayotgan jumoylik yerni. Qayerda? Voy, o'tirliqda bir yakaga vaqtida och qoldim-a, ko'zimga liqqa yashkab yig'layotgan. Ko'zingga liqqini yashkaga adam yig'layapsanmi? So'ziga sal qisqib qoldi. Uzunroq so'ziga bo'lsam, men yig'lab ketdim. Yo, endi ziyon tortdik degan gapmi? Shunga kelsa qanday gap bu? Ya, uncha deb ketmanglar, adashma. Davud agina bu intayin qoyilman gap degan. Yomon yaxshi paran qiladi. Men uyga yig'lamadim men. O'tirliqda men shopursam ayolim to'shimaydigan yere echaga yig'ildim. Men nima deydigan? Rost to'shaymi jumada? Voy, ro'y, isham qasam ichmayman. Bo'ldi. Kichikgina ishim qasam ichamda. Ishangina to'shaydi. To'shayman, men senda qo'yadi. Men aytdim boshlab, hali sho'purlik kinishkini o'qishni boshlayib o'tman. Davud adash, sen shopur olsan dema ayolning ishqi keshib qoldi-ku deyman. Sen şoför olsan yolda uçup gitmeden çivillağı laba vurup masam koy deyman. Ya sen şoför olsan da işe karını kendi kalsan koy deyman. Sen şoför olsan yolda katanlık görsen maşını götürüp etkizap koysan. Kaç fayzolda. Xo'sh, kichonlar bu yoqqa qapsizlar. Manda gap adash. Ben senka uchimiz kichik maslahatlashga, ammo soatdan hamda malni oqsoqol tursa, to'g'ri maslahat beruvchi, bir maslahat chiqayli degan. Yaxshibdi. Obdan bo'pti. Soatgan bormi? Ben başımı Nima? Saatda? Aha. Apam kelolmaydi. Apamni men qo'shnilar chaqirib ketgan bo'lam. Hozir kirib qolaman. Alqishman bir chaq qo'y. Voy, bu sizlarni qaysi shamol ushirib keldi voy, bir o'ndalni bu yerga. Bandash.
bu işimiz bir ishni sizdan maslahat so'rab kelgan. Mana ish oqsoqol. Biz korxonachlar birlashib mushu almalda cho'g'roq bir mashrab qilaymikan degan edik. Shuni qanday qaraysiz? Vah. Buni pek yaxshi o'ylabsizlar. Ular. Oy bizim uchun bir mashrab chiqilib qolgan. Onda bo'lsa biz bir muvofiq bir vaqtni bekitayli bo'lamdi. Bo'ladi. Vaqtni belgilaydi. Shundan o'tkazaylik. Anda olsa Savutqa ko'nglingni xotirjam qil. Say ko'ktat mevichilar meningdan bo'lsin. Ben bir cho'g'roq semiz qoldim bir so'ymetam gunoh. Sen qilsa nima bo'ladi? Men qarab turmayman. Men shu mahalning nomidan bizning o xamatikimizga bizning korxonada nochi tikilgan kostyum burulkidan bir qurni xatir qilib o'tirish. Yaraysa mana. Falan bunu pek yaxshi o'ylab tashima. Shunda qilaylik. Ey adash, xotiningni so'rab ishni qil. O'zingga o'xshatma. Bir qo'l kostyum burulki tikib beraman deb berolmay, so'ngkini satmay. Hürmetlik mimarlar. Bugün Beysen, Likin, Patem'de uyuşturgan inaklık, baraverlik meşripi hazır resmi başlandı. Bak bizden davet mı? Bek Fırışan bak gitti. Başına Fırışanlığa bir çavakçılığı ettiler. Amise mimarlar. Yigit kişiye söz vereyim. Hürmetlik meşrep ahli. Bugünkü bu inaklık meşripi, hoşallık meşripi. Bunu lekin parnikni kalbini kurup Dəstəvidlə 3 milyonluq toxtamlı qolğa keltirdi. Ayollarımızın hoş gelmedi cuma. Bunu Patem mahallimizde bir kiyim tikiş karxanası kurup çıktı. Aysan olsa sayat onu içip tağlarımızın tonuşturup atıdı. Bizim mahallimiz için çok bir şeref. Ondan başka ya da mahallimizde öz adamlarımızda asas kıygan bir sanat ümidi kurulup çıktı. Bu bizim mahallige nispeten pek hoşallık değil. Ben bu yerde ağırlık yurttaşlarga vakaleten partiya, hükümet bizden hizmetimizni qilishga etken Hamid balamga rahmet etimen. Bu bizga nurg'un ishlarni qilib berdi. Ko'p masalalarni hal qildi. Bo'lsa, bugungi shu mashribimiz boshlansin.
Oy, nima arzun bor voy? Yigit beshi ma'lum bo'lganki, Turg'un tog'ay ijozat berilmay turib so'rindiki, mejurlarga qalaymiqan so'qoq qo'l takkizdi. Uning bu adabsizligi uchun jazolab so'rin akliga ibrat qilishinglarni so'rayman. Voy, Rasho. Voy, Turg'un tog'ayni darhol tutqunni yak takkizmaymiz akilinglar. Qani yigitlar. Turg'un tog'ay, bu rasmo. Hurmatli yigit beshi, bu yolg'on gap bu. Men uyga shadab tursam, uni satqinlik qilamdim men. Hurmat qilyapsizlarmi? Unda bo'lsa, uni oqtiringlar. Voy, nima oqtiringlar? Mana. Hey, Turg'un. O sen yana şu naq maydonda mal bilan tutilib, yana ixro qilmaysan-ku. Bu qanday gap ketdi bu? Nima deb qo'ya olmagan chiqimga? Tova xudoyim. Ras. Qo'rqibmi ishim chiqatgina. O bizim çayxonada keldi bir olmayapti. Bir tal olib qaptiga shuni ilib ayolimga ya deb bersam, manqishinib o'zingiz yag'ada bir itib deylik olmi yo'q, qayerga kelganini uqmaymiz, qo'tishga izlab qoldik buni. Qonalab yanchiqib qoldi. Hozir yana mushu malı bilan tutilib turibmi? Yolg'on gap qilyapsan-ku. Po'sha! Hay! Buningga ig'irlatib, to'sqon taptidan pashna so'g'at qilinglar buningga. Ustoz olmamgandi. Voy, o'g'irlik qilmayman. Voy jinam. Voy. Yaxshi. Turg'un tog'ay. Endi tovuq qilgansa? Voy, tovuq qildim men yigit beshi, tovuq qildim. Ikkinchi buna satqinlik qilmayman. Unda o'zi ijozat o'rniga bor. Hurmatli yigit beshi. Mahallamizning bir necha chaqchaqchilari chaqchaq, yo'g'irlarni yeb ketdi. Ijozat nechun? Ijozat. Texim yaxshi ishamasin bo'qdana. Ansa Barhaq, sen boshlab bergin. Bo'ladi, chaqaya. Rahmat. Hemen başlayıp böyle. İlgirikin pes, ilgirikin çüpey, zaten ilgirikin 10 tim pulunun üstü tik durduğun işki bala. Suğu sekreştin besi çıkaptı. İşkime sekreyemez. Ama sonra deyken kim balar inip çıksa, o şu miman kaldı. O da işkisi tam çıkıp gitip soğan. Hazırlıkçı yok deydi. Bundan bir çoğdadımız ağrıp gelip bağdak yoxlap basak sakrat kıl çıkıp aptı çoğdadımız. Balığı nasihat ketipti. Zaten aralı gap kıldı. Su timit vatıdı zaten sunu işke gap vatıdı aralı çıkılavadı. Ahmet. Dada, mana men. Ya, mana dada mama ba. Gülzire. Mana dada men. Ona bir iki vapsla. Dükkanı kim içi vatıdı dedi. Mimallah. Hazır Gülçay oyunumuzu başlayımız. Aldığına ben başlayıp durayım. Gülçay aldım kolumga tutuşturum bek yolluk. Hem de aşkın uykunu kılma Davut orulluk. Xeyli oldu burada. Men uyqumdan uyg'onaman. Meni o'rim deganning tishlarini chaqaman. Rahmat 39 ya. Xo'sh, qadamsa Mashraf aka Gulchayni davomlashtirlar. Endi men bu Gulchayni endi tutaman-da endi. Shu. Qo'limdagi bu chayni sana tuttum vay potem. Gulchay bilan tutaymi bir piyola choy potem.
Mənmi bir qızıt qoşaq deb baqay. Allah'ım cevap. Qaynıgıca çayınız. Mən turaymu qışıda. Uxlab qalmang çayını deb, yana ocaq beshida. Bu Gülçay'ını Yusufcan'ı tuttu. Assalamu alaykum, hurmatli Meshrab bekli. Sorunumuz nəhayət yaxşı qızıvatıdı. Bu sorunun hörmetidən hem şərifidən mən ilhamlanıb, bayam tezlikdə bir 3 kubli series qoyğan. Şunu oxumasam qanday savutqa? Savutqamğa xatirjam, sözlərə söz qatıdı. Baqıman deb xotunni konu boru satıdı. Salih Jalla o'qatchi, bozor ichib tonilgan, bu dunyoga kelganda boru qili tug'ilgan. Ey Enever şairikam, endi sincha ishmisin? Hayajonda she'r o'qib, mingga qon tushmisin? Biz Ferhatni so'ligan, qo'tan degan so'loqqa qo'yiversak, xartildab dum tushidi tamoqqa. Köpçülük, əmsə məşrifimizin qayısı boyunca bir pərdə Uygurca usulunu başlap məşrifimizi rasta bir tuzlatmayımız mı? Gülüm gül yar emez mu? Ay bağım gülzar emez mu? Gülüm gül yar emez mu? Ay bağım gülzar emez mu? Özlü yaman digerler, özlü veyran emez mu? Gül yardan vay boylar